quruvchilar aytishi bo'yicha, u yerlarda har xil paranormal hodisalar bo'lar ekan. Ya'ni jinlar, shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz, rostdan ham bu tashlandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashlandiq kulbadagi domovoyni chaqirib ko'ramiz. Domovoy, bu joy seni uyingmi? O'zingni ko'rsat. Domovoy bu uy jini. Domovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon domovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshittirib, odam ichiga vasvasa soladi. Domovoy bu jin. U yomon. Kerak emas, u juda qo'rqinchli narsa. Sizlar u jinlardan uzoqroq turishingiz kerak. Sizlar ko'rib turgan mana shu video bu haftadagi ikkinchi videoyimiz. O'rtoqlar, biz haftasiga kamida 2-3 ta video chiqaramiz va yana xuddi oldingidek ko'proq video qilishga qaytamiz. Va bilasizlar o'rtoqlar, kimdir ko'p ish qilayotgan paytda unga motivatsiya kerak bo'ladi. Va hozir menga ham sizlar tomonidan motivatsiya kerak. Ya'ni obunalar, layklar bu men uchun juda ham muhim. Chunki o'rtoqlar, haftasiga 2 ta video chiqarish sizlar o'ylaganchalik oson emas. Mana uxlamasdan montaj qilamiz, qanaqadir ventilatorlar, nimadir, ya'ni bor narsadan foydalanib. Chunki men bilaman, mana obunachilarim meni videolarimni yaxshi ko'rib ko'rishadi va shuning uchun ham men uxlamasdan bo'lsa ham kontent qilamiz. Va albatta o'rtoqlar, buni evaziga sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir pastga tushinglar va obuna bo'lish knopkasini bosinglar. Bu unaqa qiyin narsa emas, lekin sizlar mana shu oddiy ishni qilgan holda meni maqsadimga yetishingiz mumkin. Va hammanglarning nima bo'lsa video boshlandi. Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar, biz mana shu tashlandiq kulbachiga kiramiz. Eng qizig'i hozir bot polni o'ti, qara. Bu o'tga ilon-pilon kirib ketgan bo'lsa-chi, va bu to'kadan tushunish mumkinki, bu qanaqa eski joy. Hamma eski magnitofon anaqasiga nechiga. Hammalarning bo'lsa sekin kiramiz. Eng qizig'i o'rtoqlar, esingizda bo'lsa, biz mana shu yerga rovni 2 yil oldin kirganmiz. Va o'sha paytda biz domovoy bor yoki yo'qligini sinab ko'rish uchun kelganmiz. Chunki bizga obunachilarimiz aynan mana shu kulbani rasmini tashlab, shu yerda domovoy bor, shu uchun ham bu uy bir asrdan beri hech kim yashamaydi deyishgandi. Va biz o'sha paytda domovoy bor yoki yo'qligini internetda ko'rsatilgan usul bo'yicha sanab ko'rganimizda, u bor deb ko'rsatgandi. Endi rostdan ham bormi yo'qmi bilmayman, lekin u usulda bor deb ko'rsatilgan edi. Va agarda rostdan mana shu tashlandiq kulbani ichida domovoy bo'lsa, demak hozir biz qiladigan top 3 ta qo'rqinchli eksperiment buni jahon chiqarishi mumkin. Baf, va o'ylash bo'yicha o'rtoqlar, sizlar qanaqa mavzu bo'layotganini tushundinglar va ana endi bo'lmasam biz mana shu kulbachaga kiramiz. Eng qiziq, qara, kirgandan riskant buzilib ketgan. Bilmasdan bu haftasidan ket, ehtiyotlasizga vaqt ko'tolinglar va men bitta tegimda podol, uyda qilarkan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. O, mana buni qarang. Shu uyasi ham bor dashboardda. Va bu rostdan tashlandiq bino degani. O, mana pechka. Mana pechka. Chunki o'rtoqlar zavshida domovoy degani internetdan vasilib ko'rasizlar. Men juda ham ko'p qidirganman internetda buni sal haqida. Har doim pechka tegidan yoki pechkaning ichidan chiqib keladi deyilgan. Nimani o'zi? Bila. Okey. Pechkajon, shu yerdami san? Va hammalarni nima bo'lsa, domovoy chaqiradigan usullarni birin-ketin tekshirib ko'ramiz. Va mana shu xona normal o'zgargan, sanab ko'rishgan. Keng va yonimizda pechka ham bor. Pechka joyidan domovoy chiqib kelsa, to'g'risi ham xavfsiz qilishga harakat qilaman. No, qo'rquvam bor. Hamma bo'lsa, mana endi birinchi usul sanab ko'ramiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, birinchi usul sanab ko'ramiz va bu usul uchun bizga bulut ko'rchi bulut tepamizda. Voy bulut! Yuzim olma o'tdi, ko'rding? Hamma sho'qqa boshlandi, hammanglar. Va birinchi usul uchun bizga non, idish, suv va choy kerak bo'ladi o'rtoqlar. No, hammanglar o'rtoqlarim, qarorchi hozir biz birinchi choy tanlaymiz. Mana bu kurshkaga undan oldiga non qo'yamiz. Ya'ni suv va non berib, hamma choylarimizni o'chiramizda. Domovoy, biz senga shu narsani olib keldik, uni qabul qil deyishimiz kerak ekan. Va shunda u chep olib ketar ekan. Internet yozilishi bo'yicha. Aslida shunaqa emas, hozir tekshirib ko'ramiz. O'xshash qiyin, конечно. Lekin hammanglar, boshlashga xuddi o'sha bokalni qo'yamiz, choy solamiz. Voy, ko'rishib qolay ezvordi, lekin biram yuzimga qarab kelib keyin ketib qoladi. Va xush paytda esimga tushib qoldi o'rtoqlar. Meni yoshligimda domovoy deb sinfdoshlarim juda qattiq qo'rqitardi. Endi men rus sinfda o'qiganman, 1-4 sinfgacha. O'sha paytda sinfdoshlarim tipa domovoy keladi, nimadir qiladi deyishganga ishonganman-da. Uyda bitta o'zim qolishga qo'rqaman. Вот mana sizlar ham domovoy kelib qo'rqitadi deb sizlar qo'rqitganmi? Qo'rqitgan bo'lsa, davayt kommentga bu haqida yozib qoldiringlar. Va men esa choyimni ocholdim. Endi buni solamiz idishga. Hoppa, domovoy uchun choy. Va choy soldim, men endi gazli suvga choy damlab beramiz. Chunki gazli suv yoqar ekan. Amal. Qatan o'z chiqadi. Ha? Hoppa, lekin choy erimayapti. Hoppa, ana choy rangi chiqadi. Va mana non. Va aytgancha, xuddi shu agar siz nonni isrof yozmoqchi bo'lsangiz, to'xting. Chunki bu nonni biz paket bilan qo'yamiz. Agar yeyilmasa suyunga olib ketaman. Hammanglar, va endi o'rtoqlar bu suv va nonni mana shu pechkani oldiga qo'yib qo'ydim mana. Mana nonni ochib qo'ydim va ana endi bo'lmasa choylarni o'chirib, o'sha internet yozilgan gaplarni aytishimiz kerak. Bля! O'rtoqlar, просто vaziyat tushunishing uchun mana shu kulbacha moshina yo'li oldida, ya'ni moshina yo'ldan traktorlar, qanaqadir moshinalar ovoziga o'tkarish. Hammanglar, bo'lmasa bu chirog'i eng pastga qo'y, ya'ni qorong'uroq qilib turib olishimiz kerak. Eng pastdan va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar biz
maksimaliy hamma nurlarni yo'qotdik va endi bo'lmasam biz xonani bu burchagiga o'tamizda va endi bo'lmasam o'sha internet yozilgan gaplarni aytamiz. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. O'rtalar samolyot uchgan ovoz eshitilyapti. Qamayli, yana bir marta aytaman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Va 3-marta kutamiz просто. Bilet sani soying ekan. Hayotda qimirlab qolib turibdimi? Hammalar o'rtoqlar yana 2 marta aytib ko'raman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Sirga eshitiryaptim. Qanaqadir butilkalarni sindirayotgan ovoz eshitilyapti. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Bu o'ylashim bo'yicha o'rtoqlar internetda o'sha aytilgan gaplarni aytdik. Telefonimni stop bosdim. Qani? Uy, bilet pechka. Fondanlar yoqib chiqaring, ko'raylik. Nimadir o'zgaribdimi? Men choy o'zini olganda, choy sal kamayganda emasmi? Kamaygandami yoki kamayganda shunaqa tuyulyaptimi hozir bizga? Yo'q, xuddi shu paytda o'rtoqlar. Boya biz choy qilganmizni videoga olgandik va o'jon sizlar ko'rdinglar. Va mana hozir choy o'zini olgin. Mammichi, stop. Yo, men boya paket ochganda shunaqa ko'rdimmi? Men non yeyman. Mamning qo'limiz qoldi. Adimi men qilgan bo'lishim mumkin, ha? Da. Yo, qaranglar. Hozir menimcha, mametini agar boy men qilmagan bo'lsam, o'sha shunisi bo'ladi, lekin choy ham qanaqadir kamayib qolgandek. Sizga ham shunaqa tuyulmayaptimi? Bilan har doim mana shuga kelsa nimadir bo'ladi, o'rki mana shu kulba tashlandi. Просто tushunishlik uchun o'rtoqlar, bitta uy butun bir shahar o'rtasida kulbachi bir asrdan beri bekordan tashlandi bo'lib qolmaydi. Kimdir olib hatto bu yoqqa nimadir qursa ham bo'ladi. Masalan, yonda qanaqa lager bor bu yerda. Masalan, dam olish maskanimi, bilmayman, Balinsam o'shaqa bor. Bu yerda ham yer katta. 1-2 tashkilotga dom nimadir qilishyapti-ku. Shuni qilsa bo'ladi bu yerda ham. Lekin nimaga aynan mana shu kulbaga bir asrdan hech kim tegmayapti degan savolga mana ko'pchilik obunachilarim mana shu yerda qara xil qo'rqinchli narsa bor. Ayniqsa damoviy bor deb shu kulbaga chaqirishganda. Va biz bu yoqqa kelib qotgan birinchi eksperimentimiz endi menimcha meni qo'l izim deb o'ylaymiz. Lekin choy kamayganda bilmadim nimaga. Qaysi tomondan hozir o'xshatgandek bo'pti endi. Choyni ichib ko'ringchi, tamom. Choy ichib ko'rsam chunki damoviy ko'rib olib, chuppa. Bila, ana endi ikkinchisini qilishga qo'rqib qoldim. Hammalar o'rtoqlar birinchini sanab ko'rdik, ana endi boshqa xonaga chiqib ikkinchisini sanab ko'ramiz. To'g'rimi? So'zim? Rahmat. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz o'sha ikkinchi so'z. Chunki men bu yerda tipi uxlayotgan deb yotishim kerak ekan. Va yonida tuz va aynan qora non yozildi. Internetda qora non yozilgan ekan. Va xuddi shu qora nonni oldik. Tuzni ochib qo'yib, qora nonni ochib qo'yib, tipi yotaman-da. Damovoy men uxlayman degandan keyin tipi uxlayotgan odam oldiga kelib turib, u nimadir qilar ekan. Va men tashlab ketgan narsam yer ekan. Internetda shunaqa deb yozilgan. Va biz buni sanab ko'ramiz. Chunki rost bo'lsa rost, yolg'on bo'lsa yolg'on isbotlashimiz kerak. Hammaylar boshlanishiga mana bu lattani ochib olamiz. Ishqilib men yotishimga yetsin. Chunki men mana bu kir joyda va bir asrlab tashlanib bo'lgan kulbada yotmoqchi emasman. Va bu, bila, qanaqasi yotaman bunga? Ochib olamiz va bunga men sig'ib yotishim kerak. Qanaqasi bunga sig'aman, topshirdi. Biz unday katta narsa olmaymiz. Va o'rtoqlar, men mana shunaqa yotishga harakat qilaman. Va shuni o'ylashim bo'yicha, yotgan, ya'ni yotish kerak deganda men yotdim. Ya'ni prinsipga to'g'ri keladi. Hammalar endi bo'lmasa turib, mana tuzni ochib olamiz. Okey, mana tuzni ochib oldik. Tuzni men mana shu yonginamga qo'yaman. Yig'ilib ketib, yuzimiz ustiga yig'ilib tushmasa bo'ldi. Va u nonni ham ocha olamiz. Va aytgancha o'rtoqlar, yana bir marta aytib o'taylik, non isrof bo'lmaydi. Ya'ni nonni oxirida olib ketamiz. Agarda damoviy yeb qo'ymasa. Va mametdan nonni ham, qora nonlarni ham kimdan qo'yib qo'yamiz. Tuz ichiga ham solib qo'yamiz mana. Yoqimli ishtaha bo'lmasam. Uy, bulut. Eshikda как будто kim turgandek ko'rinadi. Lekin ko'zimga chiroq o'shaq olib qo'ydim o'sha. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, bu xonada men bitta o'zim qolishim kerak. Ya'ni hozir bolalar o'sha bu xonadan chiqib o'zlaridan so'mka qilib turadi va men esa mana shu narsalar bilan birga qolib, tip o'zim uxlayotganimni tutib, lekin uxlashimdan oldin damoviy men uxlayapman va senga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket deyishim kerak ekan. Va agarda rostdan agar nimadir ovoz eshitilsa, nimadir bo'lsa yugurib kelinglar, hop. Bilet nima bu? Nima yotmayman endi? Traktormi? Traktor suvsiz yurib kelsa, yoki nima bu qanaqadir anaqami elektr arami, benzopilami? Cho'chqa boshqadan kelsa. Hamel bo'ldi. Tezroq o'g'irlik cho'tdi. Xo'sh, bo'lmasam yotdimman va endi o'sha aytish kerak bo'lgan gaplarni aytaman. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket. Damovoy, uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket. Damovoy, men uxlayapman, senga narsa olib keldim. Sovg'ani olib ket. Va endi bo'lmasam prosta ko'zimni yumib yotishim kerak. 5 minut yotaman. Agar nimadir ovoz eshitsam turib ketaman, to'g'risi. Bila ko'rib turibman-ku. Bila o'zim oyog'im. Oy, bila. Qaysi biring? Mammas. Ilon. Ya, bilet hazillashma. Mama ovoz kim? Sen mamma toshmi nima uchib keldi? Nimadir otalaring? Yo. Yo, bilmas, seriyozmi? Men qo'rqib o'tiribman. Nima hazil qilmalaring? Menga eshitilmadi. Ko'rmadingizmi? Bitta tosh uchib keldi-yu. Bilet hazillashma, jinning. Men hamma o'rtoqlar, qarshi yotdim. Bilmayman, sizlar ko'rib turibsizlar. Agarda bola hazillashgan bo'lsa, demak yo'q. Agar bola hazillashgan rostdan qadam tosh tushib kelgan bo'lsa, demak yo'q.
Raqamlar endi prosta endi 3-chi sinab ko'rish usturiga o'tamiz va bu ustida sinab ko'rish uchun biz mana shu tashlandiq kulbani podolga uchishimiz kerak ekan. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar biz mana shu kulbani podolga uchamiz. Qo'limda bu usulda sinab ko'rish uchun kerak narsalar momentni hisobga olishimiz kerak. Bile har xil ovoz eshitiladi. Hamma podolga kiramiz. Kerak. Ehtiyot bo'laylik lekin podolda, hop. Chunki podol deysiz hamma yoki kuchi yoki ilon bo'lishi mumkin. Hop, kiramiz. Kirili, tez kirili. Ay, bilet, pavklaniga. Men oyoq kiyimim qarab chirib ketganini ko'rasam. Chirib ketganini ko'rasizlar o'rtoqlar. Va momentum sekretlar rasmi. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Ha? Va xabar o'rtoqlar, hozir mashqga fonga chiroq qo'yib qo'yman-da. Va endi mana shu yerda biz eng oxirgi, ya'ni eng qo'rqinchisini sinab ko'ramiz. Eng qizg'anti podol ham xonasi bor edi. Yoqqa hozir oxirida o'taylik, hozir o'tmaylik. Chunki nimadir chiqib qolsa keyin kelishga to'g'ri keladi. Oldin sinab ko'raylik. Va bu 3-usul sinab ko'rish uchun bizga mana shu sham, ruchka, qog'oz va non kerak bo'lar ekan. Boshqacha qog'ozga biz 3 marta damoviy deb yozib olishimiz kerak ekan. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, men 3 marta damoviy deb yozib bo'ldim va bu qog'ozni qo'yaman va oldiga biz mana shu ya'ni yonmagan shammozni qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Chunki tipa, короче, odam nimadir ishlar qilib, damoviy chaqirib, shamni o'chirib, qorong'ida o'tirgandek bo'lish kerak ekan. Internet yozish bo'yicha. Va undan keyin esa bizga non kerak bo'ladi va nonni ham oldiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Men o'ylashim